أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن ويسر البيان والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik o'quvchilar, darsimizning oldingi qismlarida tahorat haqida to'xtalgan va shu haqda kelgan barcha masalalarni bayon qilib tushuntirib o'tgan. Bugün dersimizin 5'i Kitab-ı Salah, yani namazın hükümleri, namazın şartları, namazın vaktleri, o namazın sübetleri, namazın rekatlarının kandak netçe rekat bulduğanlığı, namaz neçhil farz namaz, nafle namaz degeniga o'xshash asosiy jihatdan namozga munosabatlik bo'lgan hukmlarni buningdinki darsimizda bayon qilish va tushuntirish bilan o'tmoqchi. Bugun darsimiz 5'i Kitab-ı Salah degan haqda boshlanadi. Kitab-ı Salah Musannif deydi, bu namazning hükümleri bayan kılınadigan, namazga munosabatlik meseleler toplangan, namazga bağlanadigan barcha şeriatning ahkamlari jug'langan ve aniq bayan qilingan bir kitap demakdir. Chunki kitap degan gap qo'shdi, jug'ladi, toplidi degan ma'noni bildiradigan bo'lib, buning asli moddasi ya'ni namozga munosabatlik hukmlar jug'langan, to'plangan, yig'ilgan va u bu yerda bayon qilingan demakdir. As-salatu fil lugha ad-du'a. Salat degan bu so'z arab tilida dua degan nuqtirib turadi. Yani salatning lug'at ma'nosi dua qilish, iltijo qilish degan nuqtirib turadi. Alloh taolo va salli alayhim dedi sura Tavbada. Ularga duo qilgin, ularga rahmat talab qilgin deb Alloh buyurdi. Va salli alayhim degan ud'u lahum, yani ularning gunohining kechirim bo'lishi uchun, xatoliklarning afv qilinishi uchun duo qilgin. Inna salataka sakanun lahum. Sening ulug'i qilgan duoying uli uchun rohat, xotirjamlik va ulug'i keladigan azob, jazodan amin esanlik deb Alloh taolo mana bayon qildi. U yerdagi inna salatakamu inna duaaka lahum inna duaaka sakanun lahum degan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam bu salatning duo ma'nosida ekanligiga vasallat alaykumul malaikatu degan hadis bilan bayon qildi. Sizlarga malaikalar duo qiladi. Demek bu yerde salat deganning asli ma'nosini og'ilib bo'lmaydi. Chunki salatning ma'nosi namoz deyilgan chaqda ulug'dir, ruku bo'ladi, sajda bo'ladi. O namozning umumisi ibodat bo'lib, ibodatni insonga qilish to'g'ri gap qiladi. Shunga da'at lakum, sizlarga duo qiladi degan ma'noda Payg'ambar alayhissalatu vassalam bayon qilgan. Arab shoirlarimi salat degan so'zning lug'at ma'nosi duo bo'ladiganligiga
ve salla ala denniha vertesem degan şiir bilan dalil qilgan. Bu kishi o ayolning kupiga, ya'ni kuza, idish deymiz, denni degan kuza idishiga duo qildi. Vertesem uni sizdi dedi. Mana bu yerda salla degan daa ma'nosida duo qildi. Chunki buning majoz ma'nosi bo'lgan salatni alay desa, bu kuza, idish o'xshagan qachilarga igildi, sajda qildi va unida namoz o'qildi deyish to'g'ri kelib qolganligi uchun bu so'zni asli lug'at ma'nosi bilan ishlatish bu yerda ahvol talab qildi. Ahvolning talabiga asosan ishlatilgan. Va fi shariatda o salat degan nimaga ishlatilgan? Va fi ibaratun an arkanin mahsusatin va azkarin ma'lumatin bi sharoit mahsuratin fi awqatin muqaddaratin. Shariatda salat degan bekitilgan vaqt, masalan peshimning vaqti, asrning vaqti degandek bekitilgan vaqtlarda belgilangan shart bilan ma'lum zikrlar, qiroat, tasbih deganga o'xshagan maxsus rukni, ruku, sujud, tashahhud deganga o'xshagan mushundaq ruknlardan iborat. Buni ifodalab turadigan so'z deb ishlatilgan. Bir kishi salat degan so'zni uqqan hamon o ma'lum vaqtda belgilangan shart bilan maxsus duo, tashahhud, tasbih, tamjid, uningdan boshqa qiyom, ya'ni qiroat deganiga o'xshagan ma'lum zikrlar, maxsus ruknlarki turish, ruku qilish, sajda qilish, o'tirish, o'ng so'l tarafga salom berishdan iborat ruknlardan tarkib topgan bir faoliyat, ish harakat deganni uqtirib birido deb bekitilgan. Demek şer'ideki lügat ma'nosi mana bu. Bu hamma ulamolar bunun da birlikka kelgan ittifoq masala. Va hiya farizatun muhkamatun. O namaz uçuk. Hamma kishi uning hukmini biladigan, uçuk tavilga yoki tushuntirishga ehtimol tutmaydigan uchuq farz. Buni tangan kishi kafir. Chunki bu buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah, shahadati an la ilaha illallah ve shahadati anna Muhammadan Resulullah ve iqamis salat ve ita'iz zakat degan bu hadisdagi ve iqamis salat degan bu söz bilan şeriatning ikkinchi rukni asosi bo'lgan. Qur'oni Karimda Alloh taolo nurg'un yerlarda allazina yuqimuna salat deb bayon qilgan. Demak, bu uchuq hukm bo'lib, buningga tangan kishi kafir bo'ldi. Uning hukmi farz, uchuq farz, bütün musulmonlarning birligi, kitob, sunnatningki dalolati bilan uchuq farz. Uni tangan kishi kafir, uni tashlab qo'yish
okumaslık bu durus emas. Bu durus emas. Bunun perizliki nereden kelgen? Sabatat perziyetuha bil kitabi ve sünneti ve icma'il ummeh. Onun perizliki kitap, yani kitaptın Kur'an maksat, Kur'an bilen sabit bolgan, Kur'an bayan kılgan ve sünnet, hadis şerif bunu bayan kılgan, icma'il ummeh, İslam ümmetinin hemisi, hemme taife 5 vakit namazının perizlikiga birliki kelgen. Bunun da ihtilaf bu bakmagan, detalaş bu bakmagan bir ibadet işkenliki sabit, ümmetin icması bilen sabit oldu. Emmel kitabu fe kavluhu ta'ala, amma kitap yani Kur'an'daki delilge kelsek, Allah subhanahu ve ta'ala'nın inne salate kânet alel mu'minine kitaben mevkuta diyen sözü delil. Hakikaten namaz müminlerge vakti bekitilgen, periz buldu, vakti bekitilgen, vakti inip bekitilgen periz buldu dep Allah Teala kânet alel mu'minine kitaben mevkut. Ey perizen muvakkat, vakti muayyen bekitilgen periz buldu dep bu yerde haber verdi Allah Teala bizge. Periz bolganlıkını. Amma sünnet Peygamber aleyhisselam'nın buniyel İslamu ala hamsin şehadeti en la ilahe illallah. İslam 5 asas üstüge kuruldu. Birin Allah'tan başka boysunuşka tigişlik, kul buluşka tigişlik ilah yok dep çin kalptin tasdiqlab guvalib beriş, namaz okuş, zakat beriş, Beytullah'ını hac kılış, Ramazan ayının ruzusunu tutuş degendeki ikam-ı salat degen muşu hadisinin dalaleti bilen periz kılıngan. Bu hadisni İmam Bukhari, İmam Müslim ve başka sahabiler hadisini çıkargan. Ve aleyha icma'ul ümmeh. Namazның perizlikiga ümmet birliki kelgen. Tamamısı birliki kelgen. Mana bu taraflardan onun perizliki sabit, uçuk hüküm, bunun inkar kılgan, tanıgan kişi kafir. Yani namazı tanıgan, namazı inkar kılgan, namaz okumugan kişi bu kafir. Ve sebebu vücubiha, namazның vacip buluşunun sebebi, qaysı sebep, qaysı noktadan namaz vacip deyilse, onun vacip buluşunun sebebi el vaktu, vakit, vakt sebep. Vakit kirdi, namaz o kişiye yani akıllı, ihtiyar haletinde Müslüman boğan, namaz okuşka kadir boğan mana bu kişiye o vacip vakit. Bunun delili bir delili izafetiha ileyhi o namazını vakta izaf yani kit koygan koşap koyganlıktın delili bilen Allah Teala kitaben mevkut dep ve yani periz buldu dep boğandikin mevkut vakti bilen bekitilgen vakti bayan kılıngan periz deganligi üçün ve namazның periz buluşidiki asaslık sebep vakit. Vakit kirdi namazның periz işkenligi o adamның üstüge düştü ve namaz teklifatı o adamga keldi. Vakit çıkarttı, o namazda vakti çıkırdı. Ve hiye dalaletu sebebiyye, bu izafet sebebiyet dalaletidir. Xuddi sebep kelse musebbepnin buludu düşüdü. Eğer sen menin ruhsumsiz
öydün çıksan sen talaq degan bo'lsa bir kishi, bu yerda ayol kishining ruxsatsiz erining ruxsatsiz öydün chiqqan hamon o talaq bo'ladi. Chunki sababga bog'lab qo'ydi. Sabab bo'lgan hamon onun neticesi ve o sebepte bağlanğan musebbep billa o yerde buludu. Mana bu dalalet-i sebebiyet deydi. Kehaddi zina ve keffaretil yemin, zinanın cezası okşaydı. Zina kılgan er ve ayalını 100 kamçı urulu dep Allah Teala bayan kıldı. Demek 100 kamçı cezanın çüşünü ve o cezanın ki icra kılışını zinadan ibaret kılıkka bağlap koydu. Kaçan zina kıldın ibaret kılık bir ademli tepilse o vakitte onunla 100 kamçı had ne buludu üstü düşüdü. O şu hadni ada kımısı bulmaydı. Kasemnin kapparetiga okşaş kasem kıgan haman onundan kasemde tumisa ve onu bulsa bunun kapparetini bämi bulmaydı. Mana şunun okşagan vakit Allah Teala bekitip koydu. Vakit kirgen haman namaz onun üstüge farz buludu. Ve tecibu fi cüz'in minel vakti mutlakın. Undakta namaz vakit bilen farz buludiken, namazın farz buluş sebebi vakitken, vakitning qaysi tarafida avvalimi, oxirisimi, beshimi, qaysi qismida vojib bo'ladi deganda namoz vaqtning mutlaq bir parchasida avvali, oxirisi, beshi, o'ttirisi bo'lsin vaqtning, ya'ni har bir namozning bir vaqti bor, shu vaqtningki mutlaq parchasida vojib. Lil mukallafi ta'yinuhu bil ada. Mutlaq parçası vacib, mükellefke namaz o'qishga taklif qilingan, namaz o'qish yeshiga yetgan mükellefke o vaqtni ado qilish bilan muayyanlashtirsa bo'ladi. Beshida o'qish bilan muayyanlashtirsa, o'ttirisda o'qish bilan, oyig'ida o'qish bilan yoki shuning oyliqlaridan qaysi birisida o'qish bilan muayyanlashtirsa, u o'zining ixtiyorligi. Beşide okun, otursida okun, ahırsida okun deb onun bekitilmaydi. İlla ennehu iza lem yusalli hatta daqal vaqtu ta'ayyana zalikel cüz'u lil vücub. Lekin o namaz o'quvchi namaz o'qimay vaqt qistab qolsa, namaz o'qimay vaqt qistab qolsa, şu kısmısı vaciplikka tayin tapadi. Beşten başlap okumadı, ahırda az bir kısmısı qap qolgan bo'lsa, ana şu vaqtning o'zida vaciplik muayyanlashadi. Şu vaqtning o'zida zodi u vacibni ado qilib olmasa bo'lmaydi. Hatta law akharaha anhu asma. Hatta agar u kishi namozni u vaqtdan kechiktirsa, o günahkar bo'ladi. Yani o vaqtdan o'tkazayotgandan en oxirgi vaqtga kelib qolgan chaqda uning farzligi, ya'ni o vaqtning qaysi birisida o'tsa bo'ladi, ammo oxirgi bir vaqtga kelgan chaqda shu vaqtda o'qish muayyanlashadi. Uningdan o'tkazib o'tib qolsa desa, uningdan o'tkazib o'tib qolsa gunohkor bo'ladi. Chunki namozning vaqti chiqadi, namozni qazo qilgan bo'ladi odam. لأنه تعالى أمر بالصلاة في مطلق الوقت فلا يتقيد بجزء معين. Nima uchun muayyan bir vaqtni onunga bekitilmaydi desa, chunki Allah Subhanahu va taolo namozga mutlaq vaqtda buyurdi. Namozni o'qinglar dedi. Vaqtni cho hadisda ko'rsatib berdi. Faloni vaqtdan tutani vaqtchilik deb vaqtni ko'rsatib berdi. Ya'ni mutlaq vaqtda o'qishga buyurdi. An muayyan bir parchasi, o vaqtning namozning vaqtining avvalgi parchasi, oxirgi parchasi, o'ttirdagi parchasi bilan o
bağlanmaydı. Onun qaysı vaqtda qilsa bo'ladi. Ammo o birinci vaqt, o'tirhal vaqt, oxirgi vaqtning qaysida qilsa, gadindin ado bo'lgan bilan, ammo o namozning savobi, fazilati, onun Allah Taalaning oldidagi darajasiga kelgan chaqda onun intayin cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Qala vaqtul fajr iza tala'al fajru sani al-mu'tarizu ila tulu'ush shams. Yuqorida buni deb bo'lgandan keyin musannif namozning vaqtining tafsilotini bu yerda bayon qilib deydi, bomdat vaqti ikkinchi qitimliq keladigan to'g'ri, shu to'g'ri shakldagi tong yurgan chag'idan boshlab quyosh chiqqanga qadar dedi. Tong aktiganlikdagi tong ikki xil al-fajru fajran, tong ikki xil bo'ladi. Biri yolg'on. Va huvallazi yabdu tulan summa ta'qubuhu zulmatun. O yolg'on tong uzun şekilde, huddetma, tik şekilde ziminden asman tarafga tik şekilde kürünüp, onun keynidilen qattiq bir qarang'uliq bulab ketadigan, zulmet bulab ketadigan bir tang var. Bu yolg'on tang. O tangga qarab turib, bomdat namozinin vaqti kiribdi desa bo'lmaydi. Fala yahruju bihi vaqtul isha. O tang bilan xuttam namozning vaqti chiqib ketmaydi o vaqtda. O vaqtda bomdatning vaqti kirmagandan keyin xuttam namozning vaqti uning bilan chiqib ketmaydi. Wala yahrumul aklu ala as-saimi. Ro'za tutmoqchi bo'lgan kishi o vaqtda zuhurlik yeyotgan bo'lsa, onun zuhurlik yeyish haram bo'lib ketmaydi. Chunki o yolg'on tang o. Yani yuyish olamninki yuymoqchi bo'lganligiga yaqinlashganlikni turib turdi. Va sadiqun ikkinchisi ras bo'lgan tang. Va huval bayazul mu'tarizu fil ufuq. Bu rastchil bo'lgan tang, rast tang quyosh chiqadigan tarafdagi to'g'ri shaklda ko'rinadigan bir oqliq. O tik shakldagi ko'rinadigan oqliq. Onun keynidilan qarang'uliq qoplaydi dunyoni. Ma'u quyosh ko'tarilgan tarafda to'g'ri bo'ladigan bir oqliq bor. Mana bu oqliq bilan zuhurlik harom bo'ladi. Onun bilan bomdatning vaqti kiradi. Bu ikkinchi qitimliq tang olamninki yuyishi. Shu vaqt bu bomdat namozininki vaqtining boshlanishi shu vaqt. Payg'ambar alayhissalom la yaghurrannakum azanu bilalin walal fajrul mustatilu walakinnal fajral mustatir degan. Sizlarni Bilalning azoni qo'llimisin. Sizlar onunga qalab zuhurlikni to'xtatmanglar va tik shakldagi tang bumu sizlarni qo'llimisin. Onunga qalab azonni to'xtatmanglar. Lekin kun chiqadigan tarafdagi yeyilayotgan bir tang bor. Bu tang bilan zuhurlikni to'xtanglar. Bomdatning namozning vaqti kirdi, namozni o'qinglar degan Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Va an Abi Hurayra radhiyallohu anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qala Abi Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindi, Payg'ambar alayhisolam mundaq dedi: "Inna lis-salati awwalan wa akhiran." Haqiqatan namozning boshlanadigan birinci vaqti oxirida tugaydigan kinki bir vaqti bor. Va inna awwala vaqti salatil fajr hina yatlu'ul fajr.
bomdat namazının tunji vaqti, birinci vaqti kun chiqqan vaqtda, uning tang atgan vaqtda, uning oxirgi vaqti kun chiqqan vaqtda deb Payg'ambar alayhisalom mana buning ikki vaqtini va oxirgi avvalgi vaqtini bayon qilgan. Bu haqda hadislar intayin ko'p. Yani Resulullah'ın la yagurrannakum min suhurikum azanu Bilal silani sohurluk yiyiştin Bilal'ın azanı tosmuşsun, aldımızsun ve la beyazul ufukil mustatil hakaza Quyosh ko'tariladigan tarafdagi uzun shakillik oqliqmi tosmuşsun silani hatta yastatira hakaza bu quyosh mushu tarafdan nuri uchib nuri chechilib chiqqan qadar deb payg'ambar alayhisalom shuni bayon qilgan. Mishindan bir ko'rinadigan aqba deb. Mana bu vaqt bomdatning vaqti. Qala va vaqtu zuhri min zawali shamsi ila an yasira zillu mislayhi siva fay'iz zawala. Musannif deydi, pishimning vaqti kun tiklinib igilgandan boshlab, shunday igilgandan boshlab soya o'zining ikki o'qishiga aylangichilik igilish soyasidan boshqa bir narsani qo'ysangiz kunning igilgan vaqtda u narsaning keyniga soya tushadi. Shu soyadan bilak o soyaning soyasi ikkasi uzun bo'lsa bu vaqtda pishimning vaqti tugaydi, asr vaqti boshlanadi. Wala khilafa fi awwalil vaqti. Vaqtning avvalida ixtilof yo'q. Bütün ilmolar vaqtning boshlanishida ixtilof yo'q. Birlikka kelgan kun qilgan, ya'ni kun shundoq igilgan vaqtdan boshlab vaqtalafu fi oxirihi uning oxirisida, ya'ni qaysi vaqtda pishimning vaqti chiqdi, tugaydi, buning da ilmolar ixtiloflashgan. Fal mazkuru qawlu Abi Hanifa yuqorida deyilgan so'z berilgan fatvo bu İmam Abu Hanifa'nın sözü tilg'alingida. İmam Abu Yusuf bilan İmam Muhammad iza sara zillu mislahu degan. İmamı Şafii rahmetullahi alayhi nersinin soyisi şu nersi bilan o'xshash bo'lgan chaqda nima bo'ladi? Vaqt, ya'ni pishimning vaqti chiqdi degan. Bu İmamul Hasan'ın Abi Hanife rahimahullah'tan rivayet kılgan yeni bir rivayeti. İmam Abu Hanife'nin iki rivayetinin birisi de bir nesinin sayısı şu nesi bilen okşaş olsa dese yeni bir rivayette o nesinin sayısı bir nesinin sayısı özünün okşuşun bilek yeni bir okşu boğan vakta. Yani ikki o'xshash bo'lgan vaqtda pishimning vaqti chiqdi degan. Va zakara fil muntaqa rivoyat Asad an Abi Hanifata. İmam Hasan al-Muntaqa nomli fatvo kitoblarida Asadning Abi Hanif rahmatullohi alayhidan qilgan rivoyatini so'zlab o annahu iza sala zillu mislahu xaraja vaqtu zuhri degan. Bir soya o'ziga o'xshash bo'lgan vaqtda bir narsaning soyasi shu narsaga o'xshash bo'lgan vaqtda pishimning vaqti chiqdi deb Imom Abu Hanifa bayon qilgan. Masalan, 1 metrlik kaltakdan birini yerga cho'qilsak, uning keyniga tushgan soyasi 1 metr bo'lsa pishimning vaqti chiqdi. ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثليها. Asrning vaqti o nasının sayısı
özünün ikki o'xshiga o'rilmagunchilik kirmaydi. Ya'ni 1 metrlik narsani cho'qisa, o narsaning soyisi o 1 metrlik narsadan eshib yana bir hassa bo'lsa, asrning vaqti kirmaydi. Fayakunu baynahuma vaqtun muhmal. İkisinin arasında pişim bilen asrning arasında bika vaqt ya pişimga tava emas ya asriga tava emas bir bika vaqt bo'ladi deb İmam Abu Hanife rahmetullah alayh bunu bayon qilgan. Ama İmam Abu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Şafii rahmetullah alayh her narsaning soyisi o'ziga keyniga tushadigan soyisi o'ziga o'xshash bo'lgan vaqtda pishimning vaqti chiqdi, asrning vaqti kirdi deb buni bayon qilgan. Bu haqda ixtilof kelgan hadislarningki ixtilofi bo'lganlik uchun lahuma İmam Abu Yusuf bilan İmam Muhammadning dalili İmamatu Cibril aleyhisselam. Cibril aleyhissalatu vesselamning Peygamber aleyhissalatu vesselamga imam bulup pişim, asr, şam, namaz, şam xuttamning vaqtlarini bayon qilish uchun imam bo'lgan hadisi shu. İmam bo'lganligi ve huve ma rawa ibn Abbas anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. O hadis Abdullah ibn Abbas Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılgan hadis. Ennehu qal, o Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Emmeni Cibrailu meryeteyni indel beyt. Bana Cibrail aleyhisselam Beytullah'ın kışta işkıhtım imam buldu. Fesalla biye zühra fil yevmil evveli hine zaleti şemsu. Tuncu günü ise gün igilgen vakitte Cibrail aleyhisselam bana pişim namazı okudu. Pişim namazı okudu. Vel asra hine sara zillu kulli şeyin mislahu. Asr namazını her narsının sayesi şu narsaga o'xshash bo'lgan vaqtda o'qidi. Mana bu birinchi kundagi pishimning vaqtining chiqib asrning vaqti kirganligini ifodalab turdi. Va salla biya fil yawmis sani az-zuhra hina sara zillu kulli shay'in mislahu. İkinci kunusda pishim namazini her narsaning soyisi o narsaga o'xshash bo'lgan vaqtda o'tadi. Yani en oxirgi tuni avvalgi kunni asrni o'qigan dal vaqtning o'zida pishimning vaqtini, pishimni shu vaqt o'qitadi. Yani en oxirgi vaqt shu. Vel asra hina sara zillu kulli shay'in mislayhi. Asrni her narsaning soyisi o narsaning ikki o'xshiga, o'zining bir o'xshi va eshib yana bir o'xshiga aylangan chaqida o'qitadi deb Rasululloh bayon qilgan. Va qala ma bayna hazaynil vaqtayni vaqtun laka va li ummatika. Cibril aleyhissalatu vesselam bu ikki vaqtning orasidagi vaqt sana ve ummetinge vaqtdir, o'taydigan namozning vaqtidir deb bayon qilgan. Unda bo'lgan chaqda mana asrni birinchi kuni her narsaning soyisi o narsaning bir o'xshi bo'lganda o'qib bersa, ikkinchi kunisi pishimni dal shu vaqtda o'qidi. Asrni-chu her narsaningki soyisi onun ikki o'xshiga bo'lgan vaqtda, oxirgi vaqtda o'qib berdi degan. Mana bu hadis. Mushu hadis bilan namaz asr pishim asrning vaqti bayon qilindi dedi. Endi bu hadis hasan hadis. Buni İmam Abu Davud, Tirmizi chiqargan, İmam Ahmadning Musnadimi
bayon qilingan hadis, bu hadisning nurg'un shohidlari bor. Imom Abu Hanifaning tutgan dalili Payg'ambar alayhisolatu vasallamning abridu biz-zuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam degan bu so'zidir. İmam Buxoriy Sahih nomli toplamlarida Babul azan lil musafir, musafirmi namoz o'qimoqchi bo'lsa azan o'qiydi. Musafirning azan o'qishining hukmini bayon qiladigan bab degan bu babida bir hadis keltirgan. Bu deydi, kunna ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam, biz payg'ambar alayhissalom bilan birlikdik. Bir safarda faradal muazzinu ay yuazzin, muazzin azan o'qishni maqsad qildi. Payg'ambar alayhissalom abrid to'xta dedi. Summa arada yuazzin, bir zaman bir azroq to'xtab yana azan o'qishni iroda qilganda payg'ambar alayhissalom abrid to'xta dedi. Yana vaqt azroq to'xtab azan o'qishni iroda qilganda payg'ambar alayhissalom abrid dedi. To'xta dedi. Hatta sa va zillu tulula, hatta to'xtab şu sayılıktaki düvechakning soyisi barabar bo'ldi. Yani düve qandaq igiz bo'lsa, onun soyisi şunun barabar bo'ldi. Am Peygamberim inne şiddetel harmin fayhi jahannam degan. Yani ishimni to'xta, kechikdi, ta'xir qil. Haqiqatan bu havoning qizig'i, olamning qattiq isib ketganligi, jahannamning tinganligi deb Rasululloh to'xtatgan va shu hadisida her narsa düğünün sayısı beraber bo'lgan vaqtda bo'lgan. Ve la ibrada qabla an yasira zillu mislayha. Saya özüge saya özünün ikki o'qishi bo'lmay turib, o soğut qilib olmaydi olamni. Lianna shiddatal harri qablahu xususan fil Hijaz. Çünkü onun oldida qattiq qiziq havo issiq bo'ladi. Bulutlu Hicaz'da, yani Mekke'de hava bek issiq bo'lib ketadi. Shunda bo'lganligi uchun bir narsaning soyisi uning ikki o'xshab bo'lmay turib, havoni so'g'it qilib bo'lmaydi. Olamni, ya'ni qiziqlikni azroq qiziqlik yanmaydi. Qiziqlikning yenishini saqlash uchun cho'qim har narsaning soyisi uning ikki o'xshigi bo'lgan qadar bo'lishi kerak degan bu hadisni asos qildi. Va kaza oxiru hadisil imama hujjatullah. Shuningdek Jibril alayhissalomning imom bo'lib qolganlik hadisining oxirisimi İmam Abu Hanife rahimahullohga hujjat, ya'ni uning dalil. Lianna imamatahu zuhra hina sara zillu mislahu. Çünkü Cibril aleyhissalatu vesselam'ning peshim namoziga soya o'ziga o'xshash bo'lgan vaqtda imom bo'lganligi uning peshimning vaqti ekanligining dalili asrning vaqti emas. Va huwa mahallul xilaf. Bu vaqt hamda ixtilof bo'lib qoldi-da. Bu peshimning vaqti, ya'ni har narsaning soyisi o'ziga o'xshash bo'lgan vaqtda en oxirida peshim o'qidi, yana birisi asr o'qidi deyilgan bo'lganligi uchun bu bir ixtilof bo'ldi. Peshimning vaqtimi, asrning vaqtimi degan bu yerda bir ixtilof yuz berdi. Ixtilof yuz berganligi uchun biz bunga qanday muomala qilamiz, qanday qaraymiz desa, iza waqa'at ta'aruzu fi furujihi la yakhruju bish-shakk. O vaqtning peshimning vaqti ekanligi ochiq. Vaqt peshimning vaqti. Ammo bu yerdagi masala peshimning vaqti chiqib, asrning vaqti kirdimi, kirmadimi degan mushaqda bo'laqliq. Unda bo'lgandikin al yaqin la yazulu bish-shakk degan bir qoida bor
usulul fiqhida jazmi bo'lgan, iniq bo'lgan narsaning yo'qligiga hukm qilish shak bilan bo'lmaydi deyilgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qashig'i bir odam kelib, men bir yel chiqqandek bir xil tuyg'uda bo'laman deganda, ya qo'liqqan anglasa, ya buning purisa, ana shu vaqtning o'zida tahoratni yangishlar, bo'lmasa tahorating sinmaydi, shak bilan tahorat sinmaydi, buzilmaydi degan. Unda bo'lgan vaqtda taarruz tushdi, uning chiqib ketdi. Peshimning vaqtining chiqib ketganligida qarama-qarshilik yuz berdi. Chiqib ketgan bo'lishi mumkin, chiqib ketmagan bo'lishi mumkin. Qarama-qarshilik yuz bergan, lekin bu yerda bu qarama-qarshilik nimani uqtirib turdi desa, shakning bo'lganligini uqtirib turdi. Namoz unda da shak bilan vaqt shak bilan chiqib ketmaydi. U vaqt peshimning vaqti bo'ladi. Demak, her narsaning soyisining o'xshi ikki o'xshash bo'lmoqchilik peshimning vaqti chiqib ketmaydi deymiz, deydi Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qo'llaydiganlar. Va iza xaraja vaqtu zuhri ala al-ixtilaf dakhala vaqtu al-asr. Peshimning vaqti chiqib ketsa, ixtilof asosan ki birinci qarashda her narsaning soyasi o'ziga o'xshash bo'lgan chaqda chiqib ketadi deylar, yoki her narsaning soyasi o'zidan ikki o'xshash bo'lmoqchilik chiqib ketmaydi deylar. Her holda shu ixtilofga asosan chiqib ketib qolsa, asrning vaqti keladi. Va oxir vaqtiha ma lam taghrubi ash-shamsu. Asrning oxirgi vaqti quyosh yo'qolmagan, petib ketmaganga qadar. Liqavlihi alayhissalom, "Men fatathu al-asru hatta ghabat ash-shamsu fakannama wutira ahlahu va malahu." degan payg'ambar alayhisalom. Qanday bir kishidan asr namoz qazo bo'lib ketsa, ta kun petib ketganga qadar hamda o'tib ketibdi, kun petib ketgan, kun g'oyib bo'lgan qadar asr namoz o'tab ketsa, xuddi bu odam o'zining ahlisidan, melidan ayrilgandek bir azobda bo'ladi. Shundoq bir tuyg'uda bo'ladi degan. Ja'alaha faitatan bil ghurub. Payg'ambar alayhisalom asr namozining vaqtini kunning petishi bilan yo'q bo'ladi dedi. Fadalla annahu akhir vaqtiha. Bu payg'ambarning so'zi kunning petishining asr namozining oxirgi vaqti ekanligini uqtadi va buni dalolat qildi. Demak, kun shundoq patdi, kun kirib ketdi, u vaqtda asr namozi, asrning vaqti tamoman tugaydi, chiqib ketadi. Mana bu. İza g'abatish shamsu dakhala vaqtul mag'rib. Quyosh kirib ketsa, namozning vaqti kiradi. Li rivoyat Abi Hurayra anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala, Abi Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlik uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq dedi: "Sham namozining dastlabki vaqti kun tushgan, ya'ni kun nima tarafga patadigan, ya'ni kun patadigan mag'rib tarafga qarab tursangiz, eng oxirisi yo'g'on bir top shaklida zaminning tekki kirib ketadi. Shu zaminning tekki kirib ketgan vaqtning dal o'zi sham namozininki vaqti boshlanishi. Wala xilafa fihi, uning ixtilof yo'q. Tamom ulamalar buni birdek, Hanifiylar, Shofiylar beradi. Wa akhiruhu ma lam yaghib ash-shafaq. Shamninki oxirgi vaqti shafaq yo'qolmasa. Liqavlihi alayhissalom vaqtul mag'rib ma lam yaghib ash-shafaq. Payg'ambar sallam namozning vaqti shafaq, ya'ni shafaq yo'qolmasa dedi. Endi shafaq nima? Bu haqda ulamalar ixtiloflashib, ba'zilar shafaq al-bayazul lazi yabqa ba'da al-humra. Quyosh petib ketgandan keyin, shu quyosh patgan tarafda
qizil bir qizillik qoladi. Shu qizillikdan kin paydo bo'ladigan bir oqlik bor. Ana shu oqlik degan payg'ambar alayhisalom. Demak, bu oqlik kishining qorong'uligi bilan butunlay yo'qolmagan, tugumagan bo'lsa, namozshamning vaqti bor degan Imom Abu Hanifa rahimahulloh. Va qala huval humra. Bu ish bilan Imom Abu Yusuf bilan Imom Muhammad Shayxon deydi, bu qizillik. Shu quyoshning patgan vaqtidagi shu tarafdagi kumushdek, ya'ni chilan rangidek bir qip-qizillik va shu qizillik. Qizillik yo'qoldi, tugidi, asrning vaqti tugaydi. Va huwa rivoyatu Asadin an Abi Hanifa. Bu Asadning Imom Abu Hanifadan rivoyat qilgan bir rivoyati. Imom Abu Hanifa bir rivoyatida shuningga bo'lgan. Kaza nuqila anil Khalil. Mana İmamul Halil'din mu şundak nakil kılıngan. Ve an İbn Ömer kazalik Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu mu şundak nakil kılgan. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu mu nimide eş-şefaku el-humratu. Şafak degen kızıl deb rivayet kılgan. Şimdi İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın delili Peygamber aleyhisselam'ın ve ahiru vaktil mağribi izes veddel ufuku degan. Namazşam vaqtining oxirisi kun patgan taraf qop qorong'i bo'lgan vaqt. Shu vaqtda namazshamning oxirgi vaqti bo'ladi, namazshamning oxirgi vaqti chiqadi degan. Endi bu hadis tahrij qilguvchi ulamolar bu şekilde ve ahiru vaktil mağribi izes veddel ufuku degan bu xil şekilde biz tapmadık, bunda halet yok dedi. Ama başka hadisler bunu güçlendirdi. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam nezele Cibrailu fe akbarani bi vakti salat der. Bunun da ve yusellil işa'a hine yesveddel ufuk degan. Bu taraf kapkara bo'lgan chaqda dedi. İmam-ı Sa'lab ennehul bayaz. İmam-ı Sa'lab bu taraf nima oqliq taraf dedi. Bu İmam Ebu Bekr, Ayşe, Muaz radıyallahu anh'ın mezhebi. Hemmisinin mezhebi şunda qarashda. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmetike ya rahman rahim.